Rezavor mevalardan tayyorlanadigan muzqaymoq. Kerakli masalliqlar: 2 dona banan, 200 g rezavor mevalar, 3-4 osh qoshiq yogurt, tabga qarab asal. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan yana bir muzqaymoq retseptini qabul qiling. Bu muzqaymoqning yana bir ijobiy tomoni, u vazningizning oshib ketishiga sababchi bo'lmaydi. Bananlarning muzlatilishi sababdan ham muzqaymoq kremsimon ta'mda chiqadi. Rezavor mevalardan xohlaganingizni solishingiz mumkin. Bananlarni to'g'rab, muzlatib olamiz. So'ng blender idishiga muzlatilgan bananlar, yogurt va rezavor mevalarni solib, pyure holatiga kiritamiz. Tabga qarab asaldan solishingiz ham mumkin. So'ng ularni muzqaymoqqa mo'ljallanilgan qolipchalar yoki konteynerga solib, 3-4 soatga muzlatishga olib qo'yamiz. Yoqimli ishtaha!